Xo'p, Hilola. Xush kelibsiz biz efir. Endi mana shu narsani yo'lga qo'ymoqchiman. Ko'pchilik mendan so'rayapti. Shu natijalarni ko'rishni xohlaymiz, eshitishni xohlaymiz. Endi har darsda bitta shu natijali qizlarni olib chiqaman. O'zlari gapirib beradi, nimadan o'tishdi, qanaqa o'tishdi. Oson bo'lmagan, конечно. Menga chidash oson emas, chunki menga sabr qilish oson emas. Shogird sifatida, chunki men qattiqqo'l ustozman. Men ona emasman. Hech qachon shogirdlarimga ona bo'lolmayman, chunki bu noto'g'ri. Ko'pchilik ustozga to'lov qilayotganda yoki ustozni oldiga kelayotganida ona kutadi-da, undan onam bo'lsin, tarbiyachim bo'lsin, opam bo'lsin, yaqin odamim yo'q. Ustoz agar ustoz bo'lmasa, unga foyda yo'q. Yo'q foyda. Qachon ustozlik darajasida turadi, o'sha bir xil talab qiladi, bir xil so'raydi, bir xil munosabat qiladi, ana o'shanda natija bo'ladi. Ko'pchilik ona kutib oladi, onani o'rniga qo'yadi, keyin yuraveradi. Onalik mehrini ololmay. Shu sababdan mana Hilola shu narsalarga sabr qilib o'tib kelgan qizlarimdan boshda onalik kutgan, поддержка kutgan, lekin ustozni o'z o'rniga qo'ygandan keyin menimcha hayotida natijalar boshlangan. Hilola, eshitamiz? Assalomu alaykum. Uzoq Rossiyadan salomlar. Xanti-Mansiskidan. Vaalaykum assalom ustozam va guruhdoshlar, qizlar, hammalaringiz sog' salomatmisiz? Rahmat. Sizni efirda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Noodatiy efir bugun. Birinchi marta shu narsani yo'lga qo'yyapmiz. Gapiring, Hilola, nima bo'lgan, qanaqa kelgansiz, nimalarga erishdingiz, qarzlarda qanaqa chiqib ketdingiz, 24 soat ishladingizmi, nimalar qildingiz? Shular haqida bizga ozgina gapirib bersangiz, menimcha eshituvchilarga qiziq bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Borini gapiring, faqat bilasizmi, maqtovni yomon ko'raman. Borini gapiring. Ustozam, boshidan gapirsam juda ham ko'p vaqt ketadi boshidan, lekin oxirigacha qisqaroq qilib gapiraman, maylimi? Ha, bemalol gapiring. Nimani gapirishni xohlasangiz shuni gapiring. Xo'p. Assalomu alaykum yana bir bor, aziz eshituvchi qirolicha ayollar, barchalaringiz sog' salomatmisiz? Ustozamizdan Alloh rozi bo'lsin shu guruhga taklif qilganiga va meni bosib o'tgan yo'limdan hozirgi yutuqlarimgacha bo'lgan vaqtni qandaydir bir yana his qildirishga Alloh taoloning izni bilan ustozam sabab keldim mana shu joyga. Ya'ni bosib o'tilgan yo'lni eslash oson emas-da, chunki bir marta borib kelasiz o'sha joyga. Qo'limdan kelgancha yetkazib beraman inshaalloh. Bilasiz, ko'pchilik taniydi, o'zimni lichkamga ham o'tib so'rashadi. Bu darajada o'zgarish hayotingizga qayerdan, ustoz nimaga e'tibor ko'p? Eng ko'p tarqalgan savol mana shu: ustoz sizni qarindoshingizmi? Ustoz nima uchun boshqacha sizga yondashadi degan ko'p savol. Kurslarda ham ko'p menga lichkamga o'tib, mana shu savol eng ko'p tarqalgan savol. Mana shuda. Endi o'zi ayting vijdonan, men sizga boshqacha mehr berganmanmi? Biror marta yaxshi gapiraman. Mana endi Hilolani Hilola deb maqtayotgan joy mana endi. To'g'rimi Hilola? Men o'qish davomida biror marta Hilolani maqtamaganman. Biror marta yaxshi gapirmaganman. O'zi biladi. Juda ham qattiq turganman Hilolaga. Kibr balandda chunki bu. Rahmat ustozam, shu sabab ham o'sdik, alhamdulillah. Mana shuni ochib bermoqchiman qizlar, chunki ko'pchiliklaringizga qiziq bu. Lichkamda ham juda ham ko'p savol kelgan. Ustozni qarindoshimisiz yoki ustozga nima uchun boshqacha e'tibor degan savollar berishadi. Yo'q, aslida ustozdan boshqacha e'tibor yoki mendan ustozga nisbatan boshqacha biror narsa yo'q o'rtada. Faqat o'zlari aytgandek kibr sindirish, ya'ni ayol kishini kibri baland bo'ladi. Men qilganman, men ko'rganman, men qila olganman. Menda ko'p bo'lgan shu paytgacha. Chunki jertva, jabrdiyda holatida kelganman. Ustozamizga Instagram tarmog'ida ko'rib qolganman. Qo'limda farzand, qiynalganman. To'g'ri, uyda o'tirib har xil narsa qilardim, bola puli olardim, lekin baraka yo'q edi. O'zimda ayollik energiyasi yo'q edi. Turmush o'rtog'imdan aytib o'tdilar, emotsional bog'liqlik, qarzdorlik, emotsional bog'liqlik bor edi. Men ulardan talab qilardim, ulardan ola olmasdim, ularga beryapman-ku men deb o'zimnikini pesh qilardim, minnat qilardim. Kelganimda birinchi konsultatsiyadan ustozaga yozilganimda kibrni sindirganlar. Kibr sinish, kibr nimaligini men ulardan o'rganganman. O'sha paytda rosa ham qattiq kibrimni sindirgan. Aytganki, kimsiz siz?
o'sha savolni berib, xudomisiz siz degan. Yo'q deganman. Nimaga unda men qildim deyapsiz degan. Bu 3 yil avval. 3 yil avval bo'ldi mana shu gapga. Keyin nimaga g'alati ayolmi bu deganman. Ustoz ham nimaga unaqa gapiradi? Men xudo emasman-ku deganman. Lekin ochib bergan o'sha tarafimizni, ya'ni biz qildik, men qildim, men borman degan joyda sindirganlar ustoz. Keyin kurslarga mo'jizaviy hayot qaranglar, yana eng chiroyli nom mo'jizaviy hayot degan kurs ochganlar. Shuni tavsiya qiling. Kirsangiz kiring, kirmasangiz yo'q deb o'chirib qo'ygan. Tugaganda konsultatsiya. Keyin deb o'ylanganman. Shunaqa bo'larmikan ustoz? Birinchi marta yozildim. Shunaqa ustoz qibrni sindirdi, ya'ni qattiq gapirganlarida yig'laganman-da. Chunki bizga mumkin emas edi-ku. Hech kim qattiq gapirmasin edi. Chunki biz qilib qo'yapmiz, ayollikka eplab qo'yapmiz. Ota-onamizga qiz farzandimiz eplab qo'ygan. Ular ham gapirish mumkin emas. Qaynona в общем gapirish mumkin emas. Uylarini tozalab o'tiribman degan tushuncha bo'lganda menda. Keyin ustoz kibrimni sindirganda ko'zim ochilgan. Deganman men va kurslariga qo'shilganman. O'sha mo'jizaviy hayot kursiga ilk marta kirganman va u yerda ayollik ilmini o'rgatganlar va o'sha hayotga nisbatan qarash, gumon va undan keyingi kurslarga o'taverganman. Farishta ayol, boshqa kurslarga faqat to'lov kelavergan o'zi. Ustoz aytgan prof kursda o'qing degan. Qayerdan olaman deganman. Pulni, shuncha pullar deganimda 3 kunda kelgan. Niyat qiling, Allohga topshiring degan. Allohga topshirgan bilan ham o'ylab gapiryaptim. Yosh bola bilan uyda o'tirib, bermasa qayerdan olaman buni? Men bu pulgacha 100 ta tort qilishim kerak. $1000 uchun men 100 ta, 150 ta tort qilib sotishim kerak 3 kunning ichida, lekin g'oyibdan o'sha daromad menga g'oyibdan kelib qolgan, bergan davlat tomonidan tuqqanimda. Keyin to'laganman ustozga. Nafs kurashgan. Nima uchun degan. Nima uchun berasan? Nimaga beryapsan bu ayolga? O'sish bo'ladimi, o'zgarish bo'ladimi? Savollar kelgan, lekin ustozni gapini olganman. O'sha eng katta yutug'im. O'ylab ko'ring degan. Gapini olganman. Ha, bo'pti deganman, qilganman. Lekin ichimdan it tirnagan 1 kun, 2 kun. Tilla olsang bo'lardi, uni olsang bo'lardi, buni olsang bo'lardi, sen nohaqsan. Shuncha bolani rizqini qiyib berding degan ichimda. Keyin ustozga yozganman. Ustoz, men ko'nglim bo'lmayapti deganimda, buni siz bermadingiz. Alloh berdi bu pulni sizga. U menga ham kelgan, yo'q, siz ilmingiz uchun kelgan. Kerakmi qaytarib beraman degan. Yo'q deganman. Davomiy o'shandan boshlanib ketgan o'zi. Har darsga kirganimda savol bersam, ustoz meni yiqitardi, ya'ni kibrimni sindirardi. Siz shu yerda nohaqsiz. Nimaga derdim. Haqiqat yo'qmi bu yerda? Nimaga ustoz doim meni pastga yiqitadi? Doim meni kamchiligimni topadi. Lekin yutuq ham shunda bo'lgan ekan. Xohlasangiz chiqib keting derdi. Chiqarib ham borgan. Ba'zi paytlarda o'tayam qattiq kibrim oshganda ustoz sindirgan ekan va qarzdan o'sha qarzimiz ko'p bo'lgan. Turmush o'rtog'imda daromadida o'sish bo'lmagan. O'zimda energiya bo'lmasa qayerdan quvvat bera olamiz, ya'ni ruhlantirish. O'rgatganlar, ruhlantirish kerak erkak. Qanaqa bo'ladi u? Qanaqa deyman men? Nimaga deyishim kerak? Deysiz, siz ayolsiz deganda biz erkaklashib ketgan paytimizdan sekin olib ayollikka olib o'tganlar. Hammasi esimda. Hatto kurslari aslatga qaytish kursida Allohni tanitganlar ustozlarimiz. Alloh kimligini, bizga rizqni kim beruvchiligini, erimizni daromadi kimdan ko'payayotgani, u qayerdan kelib, qayerdan ketayotganliklarini o'shanda bilganman. Va keyin maslahat berganlar, ilm olib, endi tarqatish kerak. Mana shu etapga keldingiz. Keyin o'quvchi olishni boshlaganman. O'zimni qo'limda pul bo'lganda ham kibrlanib ketmasdik. Uni bir deganda Alloh olib qo'yishligini, u bizniki emasligini, u narsani o'rgatganlar va turmush o'rtog'imda o'sish bo'lgan. Ya'ni sekret, niyat qilish, shukronalik yozish. Shukronani qanday yozaman? Shukurku o'zi tilimda bor-ku, shukur derdim. Aqlan. Ustoz o'rgatgan shuni. Shunday yozasizlar, mana bunday yozasizlar, mana shunday deyiladi. Imtihonlar kelgan. Ba'zi bir ayollar aytishgan, nima uchun bitta o'sha ayoldan ketmaysiz? Ko'p-ku tajribali ustozlar. Nimaga uni ayolni etagidan ushlaysiz va gapini eshitish sizga zarilmi? Kursda sizni kursdan ham chiqib yozishgan, yirtib yuboradi pardangizni. Ya'ni shunaqangi kibringizni sindirib ochib tashlaydi. Sizga zarilmi? Chiqib keting, yana siz o'sha gapiga to'lov qilasiz degan e'tirozlar ham bo'lgan, lekin kurashganman ekan. O'ylab qarasam, yo'q deb nafsim bilan kim nima desa deyaversin deb Moskvaga borib ustoz
bilan endi ko'rishishga harakat qilgan paytimda jonli menga dars kelgan. Aynan ustozi o'quvchilaridan dars kelgan, kursdoshlarimizdan yozishgan. Siz noto'g'ri yo'ldasiz. Ya'ni ustozingiz to'g'ri yo'lda emas. Nima uchun uni etagidan ushlab yuribsiz degan dars kelgan. Ikkilanish bo'lmagan, ilm bor ekanki, yo'q deganman. Allohga tavakkulni o'rgatganlar. 3 kunda kelgan ilmlariga, lekin qanaqa qilib endi u insondan voz kechish mumkin? Yo etagidan qattiq ushlash kerak deganimda kulgan. Bir kun siz shunaqa tang holatga kelasiz, o'sha paytda bizni eslaysiz. Biz 2 kishimiz sizga maslahat berayotgan, lekin siz bir kishisiz. Uni etagidan ushlab bir kun yiqilganingizda ko'ramiz deyishganda menda imtihon bu deganman. Shunaqa kurashganman, topganman. Bir tiyin ham pulim bo'lmagan yo'lkiraga so'raganman turmush o'rtog'imni, ular ham chetda bo'lgan, berolmagan, uydagilar berolmagan. Allohdan so'raganman. Robbim, haqiqatdan ham bir kun qoldi. Bir kun. Buni o'quvchilarimga ham aytib berganman, yig'lab bir kun qoldi. Bir kun ustozga bilan ko'rishishga, lekin biletga pul yo'q qaytishga. Nima qilaman deganimda to'satdan kartamga kechqurun 11:30da pul tushgan g'oyibdan va u pulni olib darrov qaytishimga to'lovga bilet olib qo'yganman. Yig'laganman, ertalabgacha yig'lab chuchvara tugib chiqqanman bolalarimga. Bolalarim mendan keyin qolsa o'zlari qiynalishmasin, men ketaman, 2 kunga ustoz bilan ko'rishaman deb yig'lablar samolyotda uchganman. Allohga aytganmanki, haqiqatdan ham sen imtihon qilding. Yiqilganimda yiqilardim mana shu yerda, kimlar sabab, lekin haqiqatdan ustoz meni qo'llayapti, ya'ni ko'rishganda yana boshqa informatsiya olaman deb o'sganman. Borib qaytib kelganimdan keyin shuning samolyotdan uchib uyga kelmasimdan kartamda $700 pul tushgan. Yig'laganman uyga kelib, shunaqa yig'laganman. Alloh buyukligiga, ustozni qadr qiymati qanchalik balandligiga, u yosh bo'ladimi, bizdan katta bo'ladimi, tajribalimi, tajribasizmi, farqi yo'q. Sen bosib o'tdingmi o'sha yo'lni, g'olib ekansan. Lekin shunaqami? Tushishim kerakmi? U ayolga qo'shilmashim kerakmi deb turib, kim nima desa emotsional aytib o'tdilar, qarzdorlik, bog'lanib ketib qolishdik. Sizlar qaysi kursda? Sitorada o'qiyapsizlarmi? Ketdim men ham sizlar bilan. Sitora yangi chiqibdi, shunga qo'shilaman. Mas, yo'q. Rosa ham ko'p kelgan menga o'sha reklamalar. Lekin yo'q deb ushlaganman. Daraxt bir joyda ko'karadi. Buvimni gapi bor edi. Har doim aytar, daraxt bir joyda ko'karadi bolam. Bitta rizqqa harakat qilib sabr qilgan odam ikkinchi rizqqa ham yetib boradi derdilar. O'sha gaplari bilan ustozi ham gapi bor. Sakramanglar. U yerdan maytga sakraysizlar, lekin qani kimda gullab yashnash bo'lyapti? Sakrab yuraverasizlar degan gaplari bor edi. Ilib olgan ekanman. Sakramadim, lekin Allohga shukrki, ancha-muncha qarz to'lanib ketdi g'oyibdan. Yig'lab yozardim, ustoz to'landi. Qayerdan keldi u? Men 24 soat pul topmadim. Eng qizig'i men uyda o'tirdim. Eng qizig'i men birorta oyna yoki biror narsa yuvishga ham chiqmadim. To'rtam tashlaganman. 2,5 yil bo'ldi, to'rt qilish tashlab qo'yganman. Vaqt yetmasligi uchun. Turmush o'rtog'imda o'sish zo'r bo'lib ketdi. YouTube'da ko'rardim. Qayta darslarini. Turmush o'rtog'im kelib aytardiki, bizni televizorda boshqa narsa, boshqa kanal yo'qmi derdi. Vaqti kelsa o'zlari ham eshitardi va oxiriga borib o'zlari tan olgan, buni ustozga aytib o'tganman. Seni ko'targan mana shu ustoz. Sen avvalgi Hiloladan hozirgi Hilolangacha kelishingga mana shu darslar sabab deb qo'yardi-da. Keyin bolam ham ko'p YouTube'da ko'rganimiz uchun buni xola deb olardi. Ona, xola chiq, televizorda ham, telefoningda ham bor derdi. Chunki bitta joyda ko'karib, emotsional holatni berishni o'rgandim ustozga. Talab qilardim-da, nimaga pulini to'ladim-ku, ustoz nimaga meni yerga uradi? Haqiqatdan ham sheriklarim bekorga aytmayapti, pardamni yirtib yorib, meni sharmanda qilib, izza qilyapti. Chiqib ketaman derdim. Chiqib ket derdi kibr. Aytardimki, yo'q, to'xta. Yo'q, shunchasiga kelding, endi qanday chiqib ketasan? Qanaqa tashlab ketasan? Bu yerda yana o'sish bor deb tepaga sakrab harakat qilardim-da, o'zimni tiranib tirmashib. Keyin bitta turmush o'rtog'imning gapi bor edi. Seni avvalgi Hiloladan hozirgi Hilolaga kelishingga mana shu televizor bilan, mana shu YouTube sabab deb qo'yardi. Chunki kurslardagi darslardan ko'ra YouTube'da birinchi kirib kelgan darsliklarini men ko'p eshitganman.
40 martalab. Ko'pchilik aytadi, yutug'ingiz nimada deydi. Ko'pchilik so'raydi. Hilola, Gulnoza ustozadan ketmaganligingiz yutug'ingiz nimada deb so'raydi. So'raganim tak osti ham mana shu. Chunki YouTube'dagi oq ro'mol bilan bitta ko'k pijakda chiqqan darslarini men 42 marta eshitganman, sanaganman ham. 42 martalab eshitganman. Chunki singib ketgan o'sha narsa menga. Bu degani osongina tepaga chiqib qolish degani emas. Qarzlarim yopilib ketishi, turmush o'rtog'im mashinani olib, mashinani almashtirishlari, chetma-chet sayohatga mana shunchaki borib kelaman. Bolamni tashlab, hamma hayron qoladi. 5 ta bolam alhamdulillah qaynonam qo'lida qoladi. Ustoz bilan 4 marta ko'rishganman. Toshkentga seminarlariga ham yo'q joydan, to'satdan borib kelganman. Qaynonam bolnitsada, qaynisinglim ishda, hech kim bo'lmagan qarovchi. Lekin Allohdan so'raganman. Ustoz aytardiki, xohish bo'lsa bo'ladi, Hilola derdi. Nima qilasiz o'zingizni aldab derdi. Aldamang o'zingizni, kelishingiz bormi, harakatingiz bormi, kela olasiz derdi. Nima qilish kerak ekan derdim. Ustoz bilan ko'rishish uchun variantlar kelardi. Tanlab qolardim. Allohim eng yaxshisiga loyiq degansan. Ya'ni ustoz aytardi, eng yaxshisiga loyiqman deb yuringlar. Loyiqman. Qaynonamga to'satdan javob berib, Hilola ketaver, bor. Bemalol boribki, menga xavotir olma, bolalaringni tashla ketaver. Qayerdan imkoniyat? Aynan biz yomon deb kelgan qaynonada 3 yil avval qayerdan imkoniyat? O'sha biz ustozga yomon qaramaydi, e'tibor bermaydi degan erdan imkoniyat. Ya'ni demoqchimanki, insonlardan keladi imkoniyat. Siz chiqyapsizmi? Mana erim unaqa, onam bunaqa, qaynonam bunaqa. Ustoz, siz bilmaysiz-da. Men ham aytardim, ustoz, siz bilmaysiz meni hayotimni, siz bilmaysiz meni sharoitimni. Lekin ustoz shunaqa ekanki, Alloh qalbiga bilarkan. 100 biz bilsak 200% bizdan yaxshi ustoz bo'lar ekan, bizga nima kerakligini-da. Tap o'zidan o'zi qarzlarimiz yopilib ketdi, yangi uyga ko'chib chiqdik, qalb halovati yo'q edi. Aytardi ustoz, qalb halovati yo'q sizda, shoshib yurasiz, shoshib gapirasiz, nimaga siz osuda xotirjamsiz derdi. Demak, meni maqsadim endi xotirjam bo'lishlik. Nima qilsam xotirjamlik topaman? Faqat izlanardim, faqat aytganini qilardim, nima desa qilaverardim. Tomdan tashlang deyish qolgan tashlab ham ko'rardim deb o'ylayman, o'zimcha aytaman. Nima qil desa qilardim. Nimasindir ilib olardim. Katta qilib qog'ozga yozib, Shukrona daftarimga solib qo'yardim. Hilola degan joyini nuqtalar bilan yozib qo'yardim. Chunki kibrimni sindirgan joyi men uchun toshga o'yilgandek bir katta qimmatbaho ne'mat edi. Olib yozib qo'yardim. Jo'natganman ham guruhda qizlarga. O'zlariga ham jo'natib berganman. O'sha yutug'ingiz nimada deganda, u ustozamni kichkina kibrimni sindirgan, urg'u berib o'tgan gaplarni men qog'ozga yozib olardim. Bu degani ustozga bog'lanib, o'zlari ham aytib o'tdi, ona bo'lmadim dedi. Onalikni talab qilardim, mehribon bo'lib. Ha, Hilola, shunaqa bo'lib qoldimi? Voy bechora deyishini xohlardim. Yo'q demasdilar. Shunaqangi kibrimni kerak bo'lsa sindirardi, yig'lablar, ko'pchilik yozardi. Chiqib keting, nima qilasiz uni shunaqa gapini eshitib, yana to'lovini qilib berasiz. Jinnimasmisiz derdi. Jinnimasman ekanman, alhamdulillah. Shu paytgacha emotsional bog'liqlikni o'rgatdi, bog'lanmasligimizni, faqat Allohga bog'lanishlikni, qarz ham Allohning izni bilan yopilib ketishligini, u uchun erimiz 10 yillab ter to'kish kerak emasligini, o'zim 20 yillab yugurib borib, latta bo'lib qayerdadir pullar yuvib, bir narsalar qilib 24 soat ishlashim kerak emasligini o'rgatdilar. Yopilib ketdi qizlar. Mana yopilib ketgan, hozir kecha ham natija bo'lishdim, keldi 3000 do'q shunchaki kirib keladi. Shunchaki katta pullar kirib keladi. Ba'zida qalbingiz shu qadar xotirjamligidan cho'chimaysiz. Nima qilaman buni? Ba'zida ustozga ham, ustoz maqsad qo'ymagandim, kirib keldi desangiz, bu sizniki deydi. O'shanisi mazza qizlar, u gapirgan gapi, jahlingizni chiqargani, kibringizni sindirsa, ensangiz qotib, voy antennam aylanib qoldi, chiqib turay deb. Ba'zi qizlar yozadi, chiqib ketib qoldim, ustozi gapi yoqmadi, sizga ham shunaqa deganmi deb bir qiz yozdida. Aytdimki, o'sha nozik nuqtangiz ekan, kiring qaytib darsga dedimda. Chunki o'sha joyi bizga og'riq, lekin bu natija sizniki degani. O'sha ne'mat to'satdan bizni kartamizga $1000 g'oyibdan kelib tushganda, ustoz, men buni niyat qilmovdim, so'ramovdim, nima qilay buni deganda, xohlaganingizni qiling, bu sizni natija, bu sizniki deganda mazasini olasiz. Ya'ni ekyapsizmi, har bitta narsani mevasini ham olasiz. Olma eksangiz olma olasiz.
kibrlanib ekdingizmi, o'sha narsani ensangiz qotib, ustozdan shuni ola olasiz. Shu narsani olasiz. Lekin kibringizni sindirib, yo'q, nima deb tashlasangiz ham men roziman, qilaveraman men, shunaqaman men deb turib qilganingizda haqiqatdan o'zingiz ko'zlamagan darajaga chiqasiz. Bu bilan ustozga yotib olib bitta it bo'lib berishga kirmaydi bu narsa. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Voy aytganini qilib yurish bu jinni ish emasmi deb qo'yadi. Jinni bo'lasiz kerak bo'lsa, ha jinnilik, lekin oxiri shirinroq. Qarzdor bo'lmaysiz, emotsional qarzdor, kulib ketaverasiz hamma narsani qabul qilib. Ustoz aytadi, men shunaqaman, hamma narsani qabul qiling der. Voy ustoz qanaqa qilib qabul, oddiy narsalardan biz ayb qidirib aytsak, nima qilibdi derdi ustoz, nima bo'pti, osmon uzilib yerga tushibdimi desa, iye g'alati-ya ustoz derdi. Keyin alhamdulillahki o'zimiz ham shu etapga kelib qolar ekanmizda, ustoz bosib o'tgan yo'lga biz ham g'alati ko'rinib qolar ekanmiz. Kimdirga yozsak, g'alati emasmisiz deydi, jinniroq emasmisiz deydi. Aytda qaynona baqirib tursa, xo'p bo'ladi deb ketish ahmoqlik emasmi deydi. Lekin biz ham shunaqa edik bir paytda, ustozga shunaqa deganman. Ustoz g'alatiroq derdim. Xafa bo'lmang ustoz, shu yerda aytib ketyapman, xafa bo'lmang umuman, chunki derdim ichimdagini aytaman, aytsa oshkora chiqaring, borini gapiring deganingizdek deganman ko'p marta. G'alati ustozamiz, indamay ketavering deydi. Qanaqasiga indamay bo'ladi? Bu aql edi-da. Lekin qalbga tushishni o'rgatdi. Qalbdagi inson haqiqatdan boricha ro'paramizda gapirib turgan insonni kaliti yo'q, orqada burab turib qaynona gapirtiradigan. Orqamizdagi odamni kaliti yo'q, bitta odam kelib chiq etib burab turib gapirtiradi. Alloh turibdi orqasida. Har bitta insonni yomon deyotganingiz ham, yaxshi deyotganingiz ham, yutuqdagi o'quvchisi, yutuqsiz o'quvchisi deyotganingiz ham ortida Alloh turganini ustoz anglatib ochib berganlar. Lekin tirashdim ilm uchun. Qarz yopish uchun emas, o'zlari ham biladi. Ustoz menga tezroq qarzim yopishim uchun qaysi praktikani berasiz demasdim. Nima desa, Alloh taoloning 99 ta ismidan shuni aytamiz dedimi? 100 ta aytinglar qizlar deb qo'ysa, 100 tani aytib turib, ustoz, men 110 ta aytgim kelyapti. 10 ta qo'shib qo'ydim. Xayolan gaplashardim. Jinniroq, jinnilik bu. Jinnimisan deb qo'yadi kimdir. Xayolan gaplash. Ustoz, bajardim. Mashalloh bo'ldimi derdim. Lekin ustoz mashalloh bo'ldingiz demasdi. Kim qildi derdi, qilgani yo'q, kam qilibsizlar derdi. Ayb topib turardi, kibrimiz sindirish uchun. Lekin men bu yoqda maza qilardim, xayolan gaplashardim. Ha ustoz, maqtamasangiz maqtamang, qilganimizni ko'rmaysiz, siz, biz ko'ryapmiz, o'zim ko'ryapman. 100 ta aytdi, siz men 110 ta aytib qo'ydim derdim. O'zimga o'zim gaplashardimda, ruhlari bilan ustozi. Keyin maqtov kutmasdim. O'zim gaplashishni boshladim ustoz bilan, maqtov kutmay qoldim. Avval kutardim, tavba, qilibsizlar demadi-ya ustoz, darsga kiribsizlar demadi-ya ustoz, uchirvordi-ya ustoz derdim. Lekin o'zim gaplashishni o'rgandim. Qalban, avval aqlda edim-da, keyin qalban gaplashishni o'rgandim. Ustoz, mana shu yerda shunaqa bo'ladi, shu darsda shunaqa deyodingiz. Haligi 42-marta eshitayotganimda o'sha darsda manaqa deyodingiz, men bilaman. Hozir savol bersam, baribir shu javobni berasiz. Bo'ldi deb qilardim o'sha ishni. Do'ndirib qanaqadir natija olardim. Keyin gap ustozga bo'lishardim. Xayolan ustoz, qarang, o'sha darsingizda aytib o'tgan ekansiz, YouTube'da 4 marta eshitganimda kirmadi, 40 marta eshitganimda kirdi. Demak, men 4 yil ilm olyapman deb o'ylayapman. 40 yil sizdan olishim kerak ekan. Demak, hech narsani bilmas ekanman deb qo'yardim. Bu kibr sindirish. Bilaman deb yuribman, bilmas ekanman ustoz deb qo'yardim xayolan. Erim ba'zida gapirayotganini ko'rib, g'alatiroqmisan derdi. Keyin o'rganib tavba qildim. O'rganib qolar ekan. Ha, bu deydi, kimdir bilan gaplashadi. Endi nimadir olib kelib yubor desa ham, bu g'alati deydi-da, o'ziga o'zi. Borib o'zim olib kelganim yaxshi, bu kimdir bilan gaplashyapti deydi-da. G'alati, lekin ba'zi bir eram jinni bo'lar ekan. Siz jinni bo'lsangiz qo'shilib eram jinni bo'lib indamay qo'yar ekan qizda. Avvallari baqirardi, avvallari jinnimisan, nima qilyapsan deb. O'zim jinniligimni qabul qilganimdan keyin, qalbimni qabul qilganimdan keyin, yutuqlarimni erim o'zini yutug'ini ko'rganidan keyin osoyishtalik, xonadonda xotirjamlik, men qildim deyish yo'q, jertvalik yo'q, menga mana bu sevgini bering, menga mana bu muhabbatni bering deyish yo'q, ustozni darsi bo'lyapti, men kirmasam bo'lmaydi deyish yo'q. Ustoz shuni ham
ilmini o'rgatdilar. Qilinglar, avvalo erkak, avvalo oila. Hech qachon men oiladan sizlarni chetlatib, mayki ilmga tiqmayman deganlar. O'sha uchun ham oilani ushlash, ham ustoz naushnikni qulog'imizga tiqib olib, ro'moli o'rab turib, bitta qulog'imiz ustozda, bitta ishimiz, qo'limiz ovqat qilishda. Nima bo'pti shunaqa bo'lsa? 3 yil o'tib ketib qoldi, osmon uzilib erga tushmadi, yo erim haydab yubormadi, yo qaynonam ilmdan chiqarib olmadi. Duo qildilar, keldilar, alhamdulillahki ustoz xonadonimizga keldilar, chiroyli duo eshitdilar. Ustozimizni haqqiga duo oldik, mana qaynonam ham duo qilib kelsin yana deb mehmonga olib bordilar. Ustoz bilanda bitta choyxona, bitta joyda ustoz bilan qaynonam bilan o'tirib duolar, ikkita odamni duosini olish bu haqiqiy mo'jiza. Lekin bunga yetib kelish uchun pul rol o'ynamadi. Tiksam bitta moshinni puli tikilgandir ilmim uchun, lekin uni men qilmadim. Uni eng qizig'i ustoz ham qilmadi, uni erim qilmadi. Erim hatto qancha to'lov qilganimni bilmaydi, chunki bu yoqdan olib, bu yoqdan o'zidan ham so'rardi. Mana hech kimga kerakda, mana unga kerakda, ana unga kerakda, bering. Olardim-da ilmimga tikardim. Qani olgan narsang derdi. Oldim, sizga ko'rsatishim shart emas derdim. Bilarkan, o erkak kishi bizdan aqlli. Bir kun aytdiki, Hilola dedi, nima qilasan meni aldab dedi. Ilmingga tikasan hammasini dedi. Meni dedi farzandlarim uchun, 7 avlodim uchun tikib yuribsan. Qanaqa qilib men buni hisob kitobini qilaman? Beraman dedi, so'ra dedi. Ustozga yozdim. Ustoz, bilasizmi, prof kursi to'lovini oson to'lov qilyapman. Avvallari yashirib tikkan bo'lsam, hozir shu etapga kelibmanki, turmush o'rtog'im mashinasidan, daromadidan, o'sha uy ro'zg'oridan orttirib, ilmim uchun shuncha pul berdi deyapman. Bu orzu edi men uchun. Hamma uchun orzu bu. Lekin oson, yengil, oddiy mana deb berishligi. Ha, ol, yur ustozing kutib olaman deyishligi. Ha, bor kuzatib qo'y deyishligi. Ustozingga mana uni ilindim, olib bor deyishligi. Bular qancha pulga sotiladi? Qancha pulga? Men ololmayman buni. Mashinani sotib turib, mana pulni sizga beray. Ustozimga shunaqa e'tirof bering, shunaqa ustozimga xizmat qilib bering desam, turmush o'rtog'im qiladimi? Mashinani pulini oladi-da, pashol deydi. Nima sen bitta tanimagan odamingga borib e'tirof ko'rsatishim kerak deydi. Lekin keldilar ustozimiz. Erim ko'rsatdi o'sha xizmatni. Seni o'zgartirgan o'sha ayolni mana obor, mana shu narsani ilindim. Obor, mana shu narsani yeb ko'rsinlar. Obor, yur aylantiray ustozingni. Kechqurun chiqsinlar toza havoga, ketdik mashinada aylantiraman. Bu qancha emotsion, qancha pulga sotiladi? Yozinglar. Yozing, agar yozgilaringiz kelayotgan bo'lsa, qancha pulga sotasiz? Brilliantingizni soting, eringizga bering pulini. Men ustozimga shunaqa hurmat qilib bering deng. Yo'q deydi. Million bersan, bor yo'qol deydi. Men seni ustozingga shunaqa xizmat qilib qo'yamanmi? Sen natijangni ko'rmasam, seni turar turmushing pretenziya bo'lsa deydi. Lekin yo'q. Alhamdulillah, ustoz bergan ilmlari ko'rsata olibmizki, qarzdan, aytyapman qizlar, qarzdan qutulib, sayohat yurib, qaynonani qalbiga yo'l olib kirib, erni qalbiga yo'l olib, hamma narsa jamlangan. Ustoz bitta pul bloklari bilan kirganda bitta pulingizni yechmaydi. Har taraflama berib ketadi. Ilm, kibrni ham, oilani ham, bola tarbiyasini ham, o'zingizni ichki holatingizni ham, xotirjamlikni ham. Hamma aytadi, boylik nimada? Xotirjamlik nimada o'zi deydi. Xotirjamlik ilm olishda, boshqa narsada yo'q. Xotirjam qalb egasi qo'rqmaydi hech narsa. Nima aytdi qaynonam o'tiribdi. Mana eshigim yopiq turibdi, bu tarafda televizor ko'rib o'tiribdi. Men gapiryapman hozir, qo'rqmayman. Avval qo'rquvim bor edi. Pichirlab gaplashardim ustoz bilan. Ko'chaga chiqib gaplashardim. Men uchun komfort joy ko'cha edi. Shovqin bilan gaplashardim. Hozir ko'chada edim, ustozga yozib qo'ydim, kiraman hozir uyga. Xohladim bu qolipni tashlab yuborishdan. Oldilariga gapiraman. Hozir turmush o'rtog'im oyoq kiyimini kiyib chiqib ketyaptilar. Quloqlari bilan eshitib ketdi. Nimadir gapirganimni eshitdi. Osmon uzilib yerga tushgani yo'q, o'zini eshitdi. Chiqib ketdi, eshikni ochib qaraganim, nima deyapsan, kimga gapiryapsan ham degani yo'q. Bilyapti chunki. Ko'ryapti chunki. Shu uchun hammalaringizga aytardimki, etagidan ushladingizmi, bitta daraxtda ko'payadi, ko'tariladi inson. O'tlab ketib qolmang. Men o'zimni shunaqa deyman. Hilola, o'tlab ketib qolganingda edimi? Sen hozirgi Hilolaga aylanmasding deyman. O'tlab ketib qolish oson. O'tlab ham ko'rdim.
Tan olaman, ustoz tan oling dedi, haqqoniy gapiring dedi. 2023-yilni yarmiga yetganda men o'tlab ketib qoldim. Boshqa bir ustozda ilm oldim. 6 oylik kurslariga kirib o'tlab ketib qoldim. Shunaqa emotsional bog'liqlik almashinib ketar ekan ustoz bilanda, tushishlar bo'lib ketdi meni hayotimda, o'zgarishlar bo'lib ketdi. Men qaytdim va yana davom etdim o'sha joyimda. Chunki sakrab ko'ring, bitta daraxt o'syapti-da, yarim tomiri sakrab boshqa daraxtga o'tib ko'rdi, yana u yerda o'smoqchi bo'lib ko'rdi. Yo'q. Eng zo'r joyi, agar ustozi yillar davomida shogird bo'lib kelayotgan qizlar bo'lsa, men do'ndirish, maqtash, paxta qo'yish, u narsadan o'tganman. Paxta qo'yish etabidan o'tganman. Ustoz ham yaxshi biladi. Do'ndirishdan ham o'tganman. Shunchaki aytmoqchiman, qalban bitta joyda daraxt ko'karadi. Ko'nib bering. Qattiq kibrit sindirishlariga ko'nib bering.